Yaxshimisilar do'stlar? Bugun sizlarga Gambian so'myanninki oilada o'lchamlik tayyorlanishini tunishtiramiz. Bu tomoqqa asosliq ketadigan xom materiallarimiz bo'lsa, go'sht, qo'y go'shti yoki kal go'shti bo'ldi. Ondan jusayning to'g'rilishi shundaqa. Ondan qo'l piyoz, zanjivil, chanigan qizilmoch, ko'k qizil laza, pomidor, samsaq qatorliq xom material ketadi. Oldi bilan Gambian so'myanning go'shtini biz maydan o'tkazib olganligimiz uchun buni cho'qim ta'mlantirib olamiz. Buningga ta'mlantirish uchun tuxumning eqi, andan tianfen, andan vijing, tuz qatorliq materiallar bo'ldi. Buni ta'mlantirib olib, yarim soat atrofda buni turg'izib qo'ysak bo'ladi. Buning ketadigan qo'shimcha ta'mxo'rishlari bo'lsa, tuz, vijing, kebab uchun uni, pishiq oq kunjut, andan mavi quruq qaqmuch. Buningga bundaq shenlajo deb qo'yamiz. Odatda uzunchaqroq bo'ldi mavi. Andan xongshoujanyu qatorliq qo'shimcha ta'mxo'rishlar ketadi. Gambian so'myani ximirbak muhim. Buningga cho'qim tuxum chaqamiz. Tuxum chiqib, tuzni jiqroq qilib, cho'naq yug'iramiz. Odatda amshta yug'arsak bo'ldi. Andan yug'irib olib 20 minut atrofida tindirib qo'yamiz. Tinib tayyor bo'lgan ximirni jiz qilib, mana tayyorlab olamiz. Tayyor bo'lgan jizni lag'manga o'xshash pishirib olamiz. Pishib tayyor bo'lgan cho'pni so'q suv chayqab, kalta kesib, andan azroq xongshoujan bilan aralashtirib, ta'mlantirib qo'yamiz. Mishu rangi keldi. Mayni o'tiral darajada qisib, go'shtni silib, mayda o'tkazamiz. Go'shtning rangi musholat kelganda suzib olamiz. Qozon muvofiq miqdorda moy qo'yib, go'shtni qaytadan solamiz. Andan muvofiq tuz solamiz. So'ng piyoz bilan so'qqan lazni birga solamiz. Ko'k qizil laza, samsaq, pomidorni soldik. Azroq suv. Bu oraliqda muvofiq miqdorda tuz. Tuzni o'zimiz tetib turib solsak bo'ldi, Muvofiq miqdorda vijing. Andan kebabchining uni bo'lsa, kuchliroq bo'lsa, azroq solsak bo'ldi. Andan tayyor qilib olgan shenlajon solamiz. Ko'pni silib aralashtiramiz. Taqsiga kelib, ustiga azroqla oq kunjut sepib bo'ldi. Asosli Gambian so'myanninki rangi mushundaq chiqsa o'lchamlik holati bo'ldi,